Viloyatlarimizda davolanadigan bemorlarimizni qanaqa qilib biz dori bilan ta'minlaymiz? Ya'ni har bitta viloyatimizda bizning markaz tomonidan ajratilgan kuratorlarimiz mavjud. U kuratorlarimiz orqali viloyatda har haftada biz video konferensiya o'tkazamiz va ehtiyoj shakllantirilayotganda viloyatdagi mutaxassislarimiz, ya'ni hududiy filiallarizdagi mutaxassislardan biz ehtiyoj so'raymiz. Ularda ehtiyoji tasdiqlangandan keyin bizga dori kelgandan keyin biz bemorlarga, misol uchun Vinkristin dorisini oladigan bo'lsangiz, keladi Vinkristin Andijon viloyatiga nechta kerak, 500 ta kerak deb taqsimot qilayotganda ularga taqsimot qilinadi va hozirgi kunda tashkil etilgan SES mashinalari bilan sovuqlik zanjirini saqlagan holatda yetkazib olib boriladi. Va u yerda shu bolalar viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazini dorixonasiga tushgandan keyin bu dorilar faqatgina onkologik va onkogematologik kasallikka chalingan bemorlarga ishlatiladi. Ularda ish yuritishi, misol uchun hozir yangi milliy tizim yaratilgan bizda shu global platforma bilan kelayotgan dori vositalarimizning elektron sistemasi bor. Sistema orqali biz yuboramiz. Sistema orqali har bitta bemorga pofamilli ketadi. Misol uchun bemor keldi, u davolovchi, qo'llab-quvvatlovchi davo chorasini yoki kimyoviy davo chorasini ko'rgandan keyin bugun shu bemorga qanchadir dozada ishlatilgan bo'lsa yozib boriladi. Bizani analitik sentrga u kelib tushadi. Biz har haftada ularda butun sog'liqni saqlash tashkiloti va Senjud global platforma bilan va o'zimizning sog'liqni saqlash tashkiloti hamda bolalar onkologiya va tibbiyot markazi bilan birgalikda bu platforma yaratilgan. Uzinfocom orqali biz uni har kunlik bemorlar qanaqa olyapti, ostatkasi qanaqa, shuni biz ko'rib tura olamiz bemorlar. Va bu O'zbekistonda birinchilardan bo'lib qilingan ish, ya'ni xorijiy tajriba hisoblanadi. Bu yildan boshlab 2026-yilda fevral-mart oylaridan boshlab shu markaz tomonidan sotib olingan dori vositalari viloyat hududiy filiallarimizga sovuqlik zanjirini uzmagan holatda bu dorilar yetkazib olib borilyapti. Hech qanaqa to'siqlarsiz. Oldin qanaqa bo'lardi? Oldin bizning markazimizga dorilar ajratilgandan keyin u dorilarni misol viloyat kesimida qolmaganda majbur bo'ladi bemor bu yoqqa kelib bizdan olib ketishga va ancha sarf xarajatlar bo'lgan. Hozirgi kunda biz video konferensiya, telemeditsinani yo'lga qo'ygan holatda bunday muammolarni bartaraf etib, oyma-oy biz bemorlar uchun ehtiyojga ko'ra dori vositalarini yetkazib beryapmiz. Bu esa ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, ya'ni o'zini yashash joyidan turib shu dorilarga ega bo'lyapti. Bu yildan 2026-yildan boshlandi va o'z natijalarini beryapti. Ota-onalar ortiqcha sarson-gartorchilik bo'lmayapti. Bu esa o'z navbatida bemorga yetib borish imkoniyatini